To'rachi akalar, ukalar, assalomu alaykum. Qozog'istonda hozir bir sulucha bo'layapti. Mana orqamizni ko'ryapsizmi, probkani? Mana orqani qarang, 4-5 kilometr cho'zilib ketdi. Nima bo'layapti? Tor joydan, tekis bo'lmagan joydan, yamalli joydan razvorot qilib olyapti fura. Galavani orqa podushkasi bilan baloni yorilyapti. Xullas, problema bo'layapti. Ana endi shuncha odam kutyapti. Hozir endi bitta mashinaga iltimos qilib chopib, bu yoqqa yugurayapti shopir. Keyin bittasi pritsepini yechib, galava bilan uni borib ozmini ulab tortayapti. Muammoni ko'ryapsizmi? Voditelda bitta kichkina xatosi. Agar 20-30 km oldinga yursa, kattaroq chorraha bo'lsa, tekisroq joy bo'lsa, можно поворот. Bunaqa kichkina joydan, niski joydan burilib, baloning yorilib, muammo qilib, 4-5 soat sarflab, o'zing qiynalganingdan ko'ra, birovga sarg'ayganingdan ko'ra 100 km bo'lsa, 100 km oldinga yurib turib, bemalol burilib orqaga qaytsang bo'ladi. Keyin bo'lib polni yuk bilan burilyapti. Yo'lda adashgan bo'lishi mumkin. Lekin mana bunaqa stradat nima uchun kerak? Umuman riskovat qilmaslik kerak. Yurish kerak, salarkani o'ylamaslik kerak. 100 kilometrmi, 50 mi yurgandan keyin kattaroq joy bo'ladi, svetofor chiqadi. Bemalol burilavergan. Mana muammo. Ehtiyot bo'linglar, shoshilmanglar.